Umaqsa arkadaşlar, bugünkü hikayemiz ishonchni aqlay oladigan odam. Burun bir podshoh o'tgan ekan. U qo'l ostidagi xonlarning aqlini sinab ko'rmoqchi bo'lib, turi, rengi, salmoqqa o'xshash 3 dona oltin qo'rchoq yasatibdi. Ondan bu qo'rchoqlarni qaysi bir xonga avatib, bu 3 qo'rchoqning bahosi 3 xil. Birinchisi arzon, ikkinchisi qimmat, uchinchisi uningdan qimmat. Bundaq bo'lishining sababi nima? Shuningga javob bersin, debdi. Xon heliqi qo'rchoqlarni topshirib olib, u yan o'rib, bu yan cho'rib qaragan bilanmi, nimishqa bahosida farq borligiga aqli yetmabdi. Xonning beshi qitib saroy ahlini chaqiribdi va qo'rchoqlarning qandoq ayrimisi borligini tepinglar deb amr qilibdi. Lekin ularmi bir nima deyolmabdi. Bu xabar hamma tarafga tarqabdi. Arzimas ayib bilan zindonga tashlangan bir kambag'al yigit qo'rchoqlar to'g'risidagi xabarni anglab qopdi-da, xonga ruxsat bo'lsa, qo'rchoqlarning farqini tepib boqsam, agar to'g'ri topa olsam, buning badaliga meni zindondan ozod qilgan bo'lsalar, deb iltijo qildi. Xon men tegiga yetolmagan ishni u qandoq biladisun deb o'ylagan bo'lsa-mu, amalning yo'qligidan yigitni saroyga chaqirtibdi. Qo'rchoqlarni yigitning oldiga keltiribdi. Yigit diqqat bilan qarab chiqib, qo'rchoqning quloqlari to'shik ekanligini bayqabdi. U bir yupurmoqning sapqini ilib, qo'rchoqlarning birining qulqiga o'tkazgan ekan, sapaqning uchi uning og'zidan chiqibdi. Shundan keyin sapaqni ikkinchi qo'rchoqning qulqidan o'tkazgan ekan, uning yana bir qulqidan chiqibdi. Oxiri uchinchi qo'rchoqning qulqidan o'tkazganda sapaq uning ichida qoldi. Shu chaqda yigit mundaq debdi: "Ey xon, bu qo'rchoqlar odamga o'xshaydi ekan. Birinchi qo'rchoq bir so'z aytsa, uni ikkinchi birsiga yetkazib qo'yadigan kishiga o'xshaydi. Undaq odamlarga ishongil bo'lmaydi. Shunga uning bahosi arzon. Ikkinchi qo'rchoq qilgan so'z qulqidan kirib, u qulqidan chiqib ketadigan odamga o'xshaydi. Undaq odamlar beparvo keladi. Boshqalarning so'zini tushunmaydi. Qilgan nasihatni anglamaydi. Lekin uchinchi qo'rchoq har qanday so'zni ichida saqlay oladigan odamga o'xshaydi. Bundaq odamlar ishonchni aqlay oladigan, aql, tutumliq keladi. Uning bahosi yuqori bo'lishining sababi shudir", debdi. Yigitning so'zini anglab turgan saroy ahli hayron qolishibdi. Xon xushal bo'lib, yigitni saroy ahliga maqtabdi. Shu hamon uni zindondan ozod qilib o'tibdi-da, har bir qo'rchoqqa o'z bahosini yozdirib, podshohga qaytaribdi. Hikmat: kishining ishonchisiga erishalmagan kishi qadrsiz bo'lib qoladi. Ishonchni qo'lga keltir, u sening xo'rmas baydaqiң.